Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının məxsus xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Əziz görürmənlər, həmminglarning xəbəri bolğandək, Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndim başçılığındakı Qurultay heyəti 10 oktyabrdan 14 oktyabrgacha bo'lgan aralıqda Berlinda Şinjan saqçı hüccətlər asaslıq məzmun qılınğan rəsmi ko'rgazmasi o'tkazish bilan birga Berlinda Germaniya Federal Parlamentida Uyg'ur irqi qirg'inchilikni rasmiy yo'sinda e'tirof qildirish va o'xshash vaqtda Germaniya Federal Parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhini qurish uchun bu 5 kunlik faoliyatni o'tkazgan edi. Bu faoliyatini tugatgan Dolqun İsa başçılığındakı Qurultay heyəti tünügün keş Germaniyanın muhim şəhərlərdən birisi bo'lgan Göttingen şəhəriga yetib kelgan edi. Aziz görürmənlər, bugün 15 oktyabr şənbə gündə olsa biz Göttingen şəhərindən sizlərə məxsus xəbər proqramısı berib ötətimiz. Bugün bolsa Dünya Xətar Astidagi Millatlarni Qo'g'dash Tashkiloti tarafidan Dünya Uğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əpəndimga şərəfləndirish uchun bir taqdirnoma berildi və bu haqda texim təfsili məlumatga ega bo'lish uchun biz Qurultay rəisi Dolqun İsa əpəndimni ziyorat qilmoqchimiz. Xo'sh, Dolqun İsa əpəndim, bugün Dünya Xətar Astidagi Millatlarni Qo'g'dash Tashkiloti tarafidan sizni şərəfləndirgan holda bir taqdirnoma sizga so'g'ilgan bo'ldi. Bu taqdirnoma sizga nima uchun berildi? Bu haqda qisqacha to'xtalib o'tish bilan birga bugungi hissiyotingizni deb o'tgan bo'lsangiz. Rahmet, bugün bu Xatar Astidagi Xalqlar Teşkilatı o'zining yilda bir açıdığı yıllık yig'inni açkan 2 gündən buyon. Bu yig'in jarayonida bular menga bir şu teşkilatning sharaf a'zosi deydigan mening uzun yıllardan bu yan Uygurlarning haqqı üçün xalqaro ep barayotgan faoliyatlarimni mukofotlash maqsadi bilan taqdirlash maqsadi bilan shunday bir mukofot berishni idora etib qaror qilib bugun bu murosimni o'tkazdi. Men bunun aytı xursand, bunu mukofotni menga nima qilib berganligini bilmayman. Herhalde bugün prezident chiqib so'zlab mening hozirgi chiqqan xalqarodagi faoliyatlarimni bir to'xtalib o'tdi. Qilgan xizmatlarimizga bir rahmat aytish va buni qabul qilish, itiraf qilish nuqtasidan berganligini dedi. Men bundan ayt hayajonlandim. Demek bundaq bir cho'ng xalqaro bir tashkilotning muzokara qilish orqali mening bu xizmatlarimni itiraf qilib taqdirlaganligining o'zi mening uchun bir sharaf. Men o'zimningki buningga bo'lgan ko'z qarashimni nutqimda deb o'tdim. Şununla men bugün ayt hayajonliq. Gerçi bek iş qilamagan bo'lsaqmı, qilgan xizmatlarimizni hech bo'lmasa bu tashkilotlarningki ko'rish orqali bu sharafni menga berganligidan ayt g'ururlandim. Menga texmi bir jasorat berdi. Demek bu xizmatni texmi jafoliq bir şekilde texmi ko'p xizmatlarni qilishimning zaruriyatini his qildim. Sizga ko'p rahmat Dolqun İsa əpəndim. Xoş, aziz görürmənlər, biz bugün Germaniyanın Göttingen şəhərində bu fəaliyyətini tügətdik. Ətlikə Xudayım buyursa biz Dolqun İsa başçılığındakı Qurultay heyəti Norvegiyaga yo'lga chiqamiz. Ve bir haftalık Norvegiyadagi lobby faaliyetlerimiz ve intay muhim bo'lgan guvohlik berish faaliyetlerimiz o'tkazildi. Dolqun İsa əpəndim, bu haqda siz bu Norvegiya faaliyetlerimiz haqida ko'rmanlarimizning oldini olib qisqacha ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz, rahmat. Ya bo'ldi, siz mi degandikidak bizning Norvegiyada 10 ayning 17. gündən 20. günügacha 3 günlük 4 günlük bir programımız oldu. Bu yerda bo'lgan programımız Norvegiya parlamentosida Uyghur irqi qirg'inchiligini qabul qilish asos maqsad shu. Uning uchun u yerga bizning 5 kamp shoitimiz Yevropadagi hammasi keldi. Uyghur sotuningki reisi, qurg'uvchisi Jeffrey Nice keldi. Kelib bu yerda bir guvohlik yig'ini o'tkazildi. Uni Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Uyg'ur Adalet Arxiv Amiri, Dünya Qurultayı ve Norvegiya parlamentidagi 4 siyasi partiya birlikte o'tkazib buningki maqsad degandagidek Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Norvegiya parlamentini o'tkazish. Biz 3 ayda 4 ayda Norvegiyaga berib, Norvegiyaning har qaysi siyasi partiyalar bilan hukumat bilan ko'rishib, bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish masalasini so'zlashgan to'q.
Biz qaytib kelgandiki biz talablarimizni sungan. U yerdagi Norvegiya Uyg'ur komitetiga do'stlarimiz va u yerdagi biz kurashgan parlament a'zolari bir qanchalik tayyorlikdan keyin bu programmani o'rinlashtirdi. Onundan keyin u yerda yana xalq bilan uchrashishimiz bo'ldi, jamoatchilar bilan uchrashishimiz bo'ldi. Andan keyin bu Şinjan saqchi hujjatlarini biz Berlinda qilgan namoyishlarimizga o'xshash aşağıda bir nima qilish orqali ko'rgazma qilish orqali bu yerda Norvegiya xalqining, siyosatchilarining va matbuotning bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Norvegiya parlamentini o'tkazish uchun haydakchilik qilish maqsad qilgan bir qator faoliyatlar. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Aziz ko'rmanlar, oxirsida sizlarga to'xtalib o'tadigan qisqa bir uchur xarakterlik ma'lumot bo'lsa, bu Germaniyaningki Göttingen shahri universiteti bilan intayin dangliq. Bu yaningki George August Universiteti, yeni bir ismi bilan Göttingen Universiteti bo'lsa, 1734-yili Buyuk Britaniya podshosi va o'xshash vaqtda Hanover knez bo'lgan 2 George tarafidan qurilgan. Germaniyada hozirgacha 108 nafar odam Nobel mukofotiga erishgan. Buningki 45 olsa, bugungi biz bu yerda bo'layotgan Göttingen universitetidan chiqqan o'quvchilardan bo'lgan bo'lib, bu Göttingen universitetiningki yeni bir taxallus bo'lsa-mu, Nobel universiteti degan ham taxallusi bor. Biz bugün muşundaq bir muhim bo'lgan bir şəhərdə, muşundaq danlıq universitet bo'lgan bir şəhərdə xatar ostidagi millatlar tashkiloti tarafidan berilgan bu taqdirlash mukofotini Dolqin Aysapovning og'aligidan qisqidan Qurultay televiziyasi nomidan intayin xush bo'ldik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat Dolqin Aysapovim. Buningdan keyingi faoliyatlaringizga muvaffaqiyat tilash bilan birga sizga oxirsida ko'rurmanlarimizga deydigan ko'ngil so'zingiz bo'lsa, xush buyuring. Rahmet, şu bugün bir yerde mühim bir faaliyet oldu. Siz mi de ötkendeki de Göttingen yüzü küçük bir şehir olan bilen bütün Germaniya'daki de 108 Nobel mükafatlarının 45'i Muşu şehirdeki üniversiteden çıkanken bunun ben bilmeydim. Müşakiliş ceryanında, müşahedeki jığın ceryanından bunu üyettim. Bu mu bizi gibi gurur verdi? Demek bir yerde nurgulluğun German müşahatlar as teşkilatlarının her kayıt devletlerden kelgen idare heyeti, nurgulluğun matbuat insanları bir ekip bizni anladı. Bu mükafatlaş murasimden keyin 2 saatga yaqin mening shaxsiy hayotim, Uyg'urlarning bugungi vatgan sergüzeşleri, dünyanınki bunun bo'lgan reaksiyonu qatorliq nurg'unimizda 2 saatdan ortiq bir savol-javob shaklida bir konferansim bo'lib o'tdi. Bir qancha yuz kishi bundan qatnashdi. Biz nima qilib beramiz deb savol sordi. Biz bularga mushu Germaniya parlamentosining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish uchun shaxsiy bo'lib, tashkilot bo'lib, texnik ishlash kerakligi haqida talablarimizni o'tirib qo'ydik. Nəhayət ahamiyatli bir bo'ldi. Buningdan men bu yig'inni o'rinlashtirgan Xatar as xalqlar tashkilotiga men rahmatimni bildiraman. Shundaqla bu programni ishlagan televizyoniga rahmatimni bildiraman. Rahmat. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Xoş aziz ko'rmanlar, bugungi programmamiz mishad oxirlashdi. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Germaniyaning Göttingen shahridan hammanglarga o'tliq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.